Assalomu alaykum, Xormeli. Jamshid aka, yaxshimisiz aka? Sen nima qilsan bu yerda? Bugun qizimni tug'ilgan kuni edi. Ustiga oylik tushgan. Shunga oilamni olib keldim nishonlagani. Qorovullar ham shunaqa joyda o'tirar ekanmi? Hozir xo'jayin keladigan payt bo'lib qoldi. Men bu pulni olganda oylikni olib boshqa joyda borib o'tirgan. Xo'p, uzr aka, bezovta qilib qo'yinman. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Farruh, yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Ey yigitlar, o'tiringlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'tiringlar yigitlar. Ha, Jamshid, bosarchilarni bilolmay qolibsanmi? U Farruhga bunaqa muomala qilsan. Hatto turib hamma gapingni eshitib turdimmi? Bir deganda sen Farruh o'rnida bo'lib qolishing mumkin. U sen o'rningda bo'lib qolishi mumkin. Menga kimdir bilamoqsan? Afisant. Lama chaqiringlarmi? Kim? Chiqib ketgan yigitni ko'rdinglar? Shu yigitning orqasidan borganda dasturxonni noz ne'matlar bilan, yaxshi narsalar bilan to'ldirib beringlar. Keyin uni hisobini bu yigitga olib kelib berasan. Bu to'lov qiladi. Jamshid, sen bitta narsani bilib olgin. Bu hayotda pul rol o'ynamaydi. Pul rol o'ynatadi.